Hammaga salom. Men sizlarga hozir mana bu qalin webkamimizni ham obzorini qilib beraman. Hovlida yashaydiganlarga, ustinglarga kiymasdan shundoq hovliga chiqib ketib qolasizlar, shamollaysizlar qizlar. Shunaqa holatlarda mana shunaqa issiq, najosli dvoykalarga nima deysizlar, qaranglar. Xo'p, men sizlarga endi buni obzorini qilib beraman. Buni ham yoqalari stoyka bo'ladi. Hijoblilar, hijobsizlar bemalol kiyishadi. Hijobsizlarga men bozorlar bilan boshqalar bilan rosa chiroyli turadi. Bunda yoqasini taqib olsanglar, hijoblilarga anaqa ro'mollarni chechelka qilib o'raysizlar. Keyin buni yoqalasini mana buni qaranglar, zamokini sabachkalarini qaranglar, rosa chiroyli toshli. Buni toshlarini ko'rishingiz mumkin qizlar. Qaranglar, yaltirab turibdi. Swarovski toshdan hammasi. Shumchalarida, yenglarida bor hammasida. Buni ham ko'rsatib o'tamiz. Yenglari manjet bo'ladi bularning. Karmanlari obmanka emas. Mana ko'rishingiz mumkin. Uzungina bo'ladi. Sarbalarga qizlar rosa olishmoqda bundan. Hali qishda rosa kerak bo'ladi. Mana shimlari juda tor turmaydi, kilot qilib tikilgan. Mana ko'rishingiz mumkin. Rezinkalarini ko'ringlar qizlar. Qattiq yaxshi rezinkalardan qo'yilgan, bellardan tushib ketmaydi, zo'r ushlaydi. Mana buni ham men sizlarga hozir yaqindan ko'rsatib beraman, xohlasanglar. Mana toshini qaranglar qizlar, yaltirashini. Men hech qanaqa effekt qo'ymaganman. Toshlari zo'r yaltirab beradi. Mehmondorchiliklarga, kelinlar xizmatlarga kiyishga rosa chiroyli.